Salom do'stlar. Bugun ham detektiv bosh qotirma yetishga tayyormisiz? Qani bo'lmasa, ketdik. Inspektor Fixning olgan ma'lumotlariga ko'ra, Londondagi muzeylarning birida katta o'g'irlik sodir qilinishi rejalashtirilgan. O'g'irlikni oldini olish maqsadida inspektor o'g'irlik qaysi oyda bo'lishini bilishi lozim. Maxfiy manbalardan oyning nomi yozilgan shifrlangan yozuv kelib tushdi. Inspektor bu shifrlangan yozuvni o'qib, o'g'irlik qaysi oyda bo'lishini topishga yordam bering. O'g'irlik Londonda sodir qilinadi, to'g'rimi? Demak, yozuv ingliz tilida yozilgan bo'lishi kerak. Agar qog'ozda o'rtadan bo'lsa, July degan yozuv, ya'ni iyul oyi nomi paydo bo'ladi. Demak, o'g'irlik iyul oyida rejalashtirilgan. Xo'sh do'stlar, sizchi bosh qotirmani yecha oldingizmi? Video sizga yoqqan bo'lsa, like qo'yib obuna bo'lishni unutmang. Men esa hozircha sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.